O'rtoqlar, mana biza Kundalik qishlog'idamiz. Eng bir qadimiy qishloqlardan biri Kundalik qishlog'i. Mana shunaqa yo'laklarda biza bugun sayrga chiqdik. Mehmonga ketyapmiz. Mana qaranglar. Shunaqangi ajoyib yo'llar bor ekan. Mana bu unday qayrag'och, mayrag'och degan narsalar bo'lar ekan. Ish qilib biz hozir shu mehmonga ketyapmiz. Mehmonga boramiz. Endi bilmadim qanaqa joy. Hali endi ko'ramizda. Hozir boraylikchi. Mana shunaqa. Qizlar ketishyapti. Yetib boramiz xudo xolsa. Mana qaranglar. Hozir ana ko'priklardan o'tamiz. Mana bu dalada o'tinlarni qaranglar, o'tinlar. Shunaqa joylar ekan. Mana bu yerda ko'prik bor ekan mana bu yerda. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Ozgina yaqinlashtirsam maylimi? Hormanglar. Yaxshi. Charchamayapsizlarmi? Rahmat, yaxshi, Xudoga shukr. Mayli, xo'p, charchamang.